Saodat asri qissalari. Ikki kishi Ka'baning Hijr deb ataluvchi pastak devorli qismida uzoq shivirlashib turishdi. Nihoyat qo'llarini siqishib xayrlashishdi. Ayrilisharkan o'zaro ahdlarini yana bir bor takrorlashdi. So'z berasanmi? Shundaymi? So'zim so'zdir, ey Umayr. Sen Safvonga bemalol suyanishing mumkin. Biri to'ppa to'g'ri uyiga bordi. Qilichini olib o'zi keltirgan zaharni tig'iga surkay boshladi. Endi bu qilichda odamning har qanday joydan kichkinagina bir yara ochish bilan uni oppo oson o'ldirish mumkin edi. Xotini uning ishlarini tushunmadi. O'rtada urush yo'q. Binobarin qilichga zahar surtilishiga ham biron sabab mavjud emas. Nima qilganing bu, ey Umayr, deb so'radi. Hozircha hech narsa so'ramasang yaxshi bo'lardi, dedi eri javob o'rniga. Xotin boshqa surishtirmadi. Eri ishini bitirdi. Shom qorong'uligi tushgach bir necha xurmo tamaddi qilgan bo'ldi-da, qilichini oldi. Belbog'iga taqdi. Indamay tashqariga chiqdi ketdi. Madina masjidida do'stlari bilan suhbat qurib o'tirgan Hazrati Umar bir ish bilan tashqariga chiqdi. Qarasa, shu atrofga bir tuya endi cho'ktirilgan ekan. Tuya egasini taniganday bo'ldi. Sal yaqin bordi. Diqqat bilan boqdi. Sen Umayr emasmisan? Deb so'radi. Ha, men Umayrman. Jin kabi, shayton kabi bir odam sifatida mashhur edi u. Ekmasdan yeyman deydigan, tegirmondan butun chiqadigan odam toifasidan edi. Hazrati Umarning xayolidan bu odam yaxshilik bilan kelmagan-ov degan o'y o'tdi. O'sha zahoti ichkariga qaytib kirdi. Yo Nabiyolloh, Umayr ibn vaqt kelibdi. U odam yaxshi niyatda kelmaydi dedi. Uni bu yoqqa olib kir, dedilar Rasul akram. Hazrati Umar keyin kutilmagan biror mojaro chiqmasin tag'in deya Umayrni mahkam ushlab ichkariga olib kirdi. Nima sababdan kelding, ey Umayr? O'g'limga bir yaxshilik qilishlaringizni iltimos qilib keldim. Yoningdagi qilichchi, qilich bizga foyda berdimi? Safvon ibn Umayya bilan Hijrda qilgan ahd haqida nima deysan? Umayr tili orqasiga tortib ketganday bo'ldi. Qanaqa ahd? Dedi zo'rg'a. Janob Rasululloh sallallohu alayhi vasallam unga Safvon bilan oralarida kechgan o'sha kelishuvni gapirib berdilar. Sen Safvon ibn Umayyaga shunday deding. Badrda bunchalik odamimiz o'lganidan keyin ortiq yashashning qizig'i qolmadi. Qarzdorman, ammo to'lashga hech vaqoim yo'q. Mendan keyin farzandlarim qiynalmaganida edi, borib Muhammadni o'ldirar edim deding. Safvon sening bu so'zlaringga javoban, agar sen bu ishni qilsang, men qarzingni o'tayman, bolalaringga qarab turaman, dedi. Shu tarz yashirindan yashirin kelishib oldilaringiz va sen mana bu qilich bilan meni o'ldirish niyatida kelgansan. Umayr hayronlik ichida qoldi. Oxirida esini yig'di va dedi: Ha, ey Muhammad, xuddi sen aytgandek bo'ldi. Safvon ikkalamiz bu gap so'zlarni hech kim eshitmaydigan darajada xufiyona qilib edik. Men ham ishonamanki, sen haqiqatan payg'ambar ekansan, dedi va shahodat kalimalarini aytdi. Bir kuni Jabroil Amin yana Rasululloh sallallohu alayhi vasallam janobimizga ro'baro keldi. Olamlar Robbidan salomlarni va Baqara surasiga tegishli ayrim oyatlarni keltirdi. Nabiy akram har safargidek avval faqat tingladilar. Jabroil Amin u oyatlarni o'qidi. Rabbul Olaminning qudratiyle bu vahiylar keltirilgan holiday janobi payg'ambarimizning top-toza qalblariga yozildi. Sayyidimizning vahiy holatiga kirganlarini anglagan ashob boshlarini eggan ko'yi buyuk bir hayajon ila kuta boshlashdi. Pashsa utsa eshitiladigan darajada sassiz, lekin ko'ngillari Mavloga yo'nalgancha kechgan bu vaqtda ashobi kiromning bu holini istehzo bilan kulib tomosha qilib turgan bir necha tolesiz ham yo'q emasdi. Nihoyat Nabiy akram sallallohu alayhi vasallam sayyidimiz boshlarini ko'tardilar, atrofga boqdilar. Vahiy kotiblari hozir bo'lsin demoqchi bo'ldilar. Lekin ashoblari yozuv lavozimotlari tayyor qilinguncha ham kutishga sabrlari chidamay oshiqishardi. Ilohiy xabarlarni u zot sharif tabliğ eta boshladilar. Odamlar orasida shunday kimsalar ham borki, o'zlari mo'min bo'lmaganlari holda
Allohga va oxirat kuniga iymon keltirdik deydilar. ular Allohni va iymonli kishilarni aldamoqchi bo'ladilar va o'zlari sezmaganlari holda faqat o'zlarinigina aldaydilar. Ularning dillarida maraz bor edi. Bas Alloh marazlarni ziyoda qildi. Ular uchun qilgan yolg'onlari sabab alamli azob bordir. Ularga yer yuzida buzg'unchilik qilmanglar deyilsa, biz isloh qilguvchilarmiz deydilar. Ogoh bo'lingizkim, ular albatta buzg'unchilardir, lekin o'zlari buni sezmaydilar. Ularga mana bu kishilardek iymon keltiringlar deyilsa, shu pastkashlarga o'xshab mo'min bo'lamizmi deydilar. Ogoh bo'lingizkim, ularning o'zlari tuban kimsalardir. Lekin buni bilmaydilar. Iymon keltirgan zotlarga yo'liqqanlarida biz ham iymon keltirdik deydilar. O'zlarining shaytonlari, boshliqlari bilan xoli qolganlarida esa biz albatta sizlar bilan birgamiz, faqat ularning ustidan kulmoqdamiz xolos deyishadi. Alloh ularning ustidan kuladi va o'z tug'yonlarida adashib, uloqib yurishlarini davomli qiladi. Ular haq yo'lning o'rniga zalolatni sotib olgan kimsalar bo'lib, bu savdolarida foyda qilmadilar va to'g'ri yo'lga yurguvchilardan bo'lmadilar. Baqara surasi 8-6 oyatlar. Kim edi bular? Ismlari aytilmadi, ammo sifatlari va qilgan ishlari tufayli yo'liqajaklari achchiq natija ma'lum etildi. Payg'ambarlar imomi sollallohu alayhi vasallam bu oyatlarni o'qiyotganlarida hozir bo'lganlar orasida munofiqlar da bor edi. Lekin ular sas chiqarmadilar. Bizni aytyapti, bizni nazarda tutyapti degandek sur bo'lib o'tiraverdilar. Bu oyatlar yurakda buyuk bir portlash hosil qildi. Qalbida kufr ishonchi bo'lib, tilida iymon so'zlarini aytish. Ba'zilar vijdonlari bilan ro'baro bo'lib, o'zlarining holatlarini jiddiy taftish qilib olishdi. Men Allohga va oxirat kuniga ishondim. So'zlarini qay darajada samimiyat bilan aytganini tekshirib ko'rishdi xayolan. Bu orada janobi payg'ambarimizning quyidagi so'zlari madad yetib keldi. Nafsi bilan mujodala qilib yurganlarga yo'l ko'rsatildi. 3 narsa bordir. Bu uch narsa kimda bo'lsa iymonning mazasini haqiqiy lazzati ila totadi. Ular Alloh va Rasulini har narsadan ortiq sevish, yaxshi ko'rgan odamini faqat Alloh rizosi uchun yaxshi ko'rish, takror kufr hayotiga qaytishni xuddi olovga otilayotgan kabi yomon deb bilish. O'lchovlar endi shu mezonlarga ko'ra olindi. Vijdonlar o'lim kelsa ham iymon hayotidan orqa qaytish yo'q degan qarorga keldi. Yana butlar huzurida sajda qilish, yana ularni iloh deb qabul qilish xayollariga sig'maydigan achchiq bir xotira bo'lib qoldi. U ilohlar sindirilgan, tashlangan, qulatilgan edi. U butlarni iloh deb bilgan ko'ngillar endi bu vujudlardagi ko'ngillar emasdi. Endi u kunlarga kulib, jirkanib boqadigan, Alloh qo'rquvi ila nafas oladigan, Alloh sevgisi ila ish ko'radigan ko'ngillar joylashgan edi bu vujudlarga. U kunlardagi hollarini soddalikdan, ongsizlikdan ko'rishar, hidoyatda doim qolishini so'rab Janobi Haqqa niyoz etishar edi. Mana shular xolis mo'minlar bo'lib, hech kim ularni munofiq demasdi. Mo'minlar orasida o'zlarini ularday ko'rsatib, oraga suqilib kirib olgan bozorchi munofiqlar ham bu oyatlarni hikoya tinglaganday eshitishdi. Bevosita o'zlari haqidagi bu oyatlar ularning quloqlaridan nariga o'tmadi. Ular qalblarini Qur'on oyatlarining teran ma'nolariga yopib olishgan edi. Shu sababdan ushbu oyatlarni eshitgan mo'minlarning shoshib qolganlarini ular istehzo ila tomosha qilishdi. Oyatlar zalvoridan mo'minlarda g'imirlab qolgan xavotirni bema'ni deb bilib, kulib yubormaslik uchun lablarini tishlab turishdi. Ha, janob Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bu munofiqlarni nomma-nom aytib bermadilar. Modomiki aytmadilarmi, mo'minlar orasida bemalol yurishga, ularning ahvolini yaqindan ko'rib o'rganishga, makkaliklar haqida aytiladigan so'zlarni ham bemalol eshitib yurishga kim xalal berardi? Lekin namoz ularga og'ir kelardi. Oldin tahorat olish kerak, keyin ularga qo'shilib yotib turish kerak. Bu ma'nosiz harakatlar bo'lmasa edi. Kamiga tongning ilk pallasida Bilolning azoni, har tong issiq o'rnini tashlab totli uyqusini qanday aritarkin bu odam. Yana uning ovozi bilan uyg'onish dardi bo'lmasa edi. Ammo endi bu odamlarni yurtlaridan chiqarib yuborish imkoni yo'q.
Binobarin majburan bu dardga chidaydilarda, ovoz chiqarmaydilar. Mo'minlar orasida ibodatga qattiq yopishgan, dunyoga ko'ngilsizligi va ilgisizligi bilan tanilgan Usmon ibn Maz'un xastalandi. Kunduzgi ro'zalari-yu tungi ibodatlarni to'xtatishga majbur bo'ldi. Oila a'zolari qayg'u ichida qolishdi. Nihoyat asirlar masalasi bitdi. Ayni o'sha kunlari kelgan oyatlar mo'minlarning yuraklarini hayajonga soldi. Bu oyatlarda asirlarga qattiqqo'l munosabatda bo'lish yo fidya olish bahsi tilga olinib, bu haqda shunday deyilgan edi: agar Allohning hukmi azaliyida bilmasdan qilingan xatoning kechirilishi yozib qo'yilmaganida edi, albatta sizlarga taom olganinglar sababli ulug' azob yetgan bo'lur edi. Endi o'lja qilib olgan narsalaringizni halolu pok yeyaveringlar va Allohdan qo'rqinglar. Albatta Alloh mag'firatli va mehribondir. Anfol surasi 68-69-oyatlar. Janob Rasulullohning ko'zlari yoshlandi. Agarda bu aytilgan azob yuborilganda Umar ibn Xattob bilan Sa'd ibn Muozdan boshqalar qutula olmasdi dedilar. Shu paytlarda Makkada qolgan musulmonlardan keksa Jundab ibn Damra kasal bo'lib qoldi. Makka hayotidan maza qochgan, ayniqsa Badr voqealaridan keyin shu shahar jahannamga aylangan edi. Buning ustiga Jundab fursat topib hijrat qila olmadi. O'zini g'arib sezdi. Hayot ortga ketib, o'lim bilan nihoya topayotgandek edi. Tugab borayotgan umrining hech yo'qsa oxirgi 1-2 kunini Hazrati Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam huzurlarida kechirilishini istar edi. Ertaga agar undan shuncha mo'min hijrat qildi, sen nimaga qolding? Nega mo'minlar diyoriga ko'chmading? Mushriklar orasida qolishning boisi nima edi? deb so'ralsa, bularning javobini berish oson bo'lmasdi. 4 o'g'li bor edi, yoniga chorladi. Meni bu yerdan olib ketinglar, Makkaga yetkazinglar dedi. Ammo otajon, qattiq kasalsiz, yo'lga bardosh beradigan holda emassiz, deyishdi o'g'illari. Borishim kerak, so'nggi orzuyim shu. Samura ismli o'g'li aka-ukalarini bir chekkaga tortdi va keyin pushaymon bo'lamiz. Otamiz bizni o'stirib voyaga yetkazdi. Biz uning oxirgi orzuyini bajara olmadik deb afsuslanib qolamiz. Eng yaxshisi Madinaga olib borib qo'yaylik dedi. Lekin bu holda tuyaga o'tirolmaydilar-da. Tuya ustiga bir mahfa hozirlab yotoq qilib beramiz. Otamizga ham, bizga ham juda og'ir bir safar bo'ldi. Axiyri Samuraning taklifini qabul etishdi. Jundab tuya ustiga o'rnatilgan yotoqqa joylashtirildi. Hatto tushib ketmasin deb bog'lab qo'yildi. Oqshomlardan birida Makka bilan vidolashdi. Jundab so'ng bir daf'a bo'lsin Ka'bani tavof qilishni juda istardi. Lekin buning imkoni qani? Boshini o'sha tomonga o'girdi. Ko'zlaridan sizgan 2 tomchi yosh ila orzudagi bu uy sog'inchini tilga keltirdi. Alvido, ey muborak bayt, balki endi aslo ko'rishmasmiz deya g'o'ldirardi tomog'iga yosh tiqilib. Makkaning oxirgi uylari ham ortda qolib, endi Jundabning ko'z o'ngida yolg'iz janob Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning siymolari jonlanib turaverardi. Havo ochiq, issiq, lablar quruqshagan. Aka-ukalar onda-sonda suv idishining og'zini otalarining labiga tutishardi. Yoho qayerga keldik deb so'rab qo'yadi Jundab. Ikkilanishlarning birida hali ham yetib kelmadikmi deydi. Yana qancha qoldi deb so'raydi. Savollar tez takrorlanavergach, aka-ukalar bir-birlariga andishali qarashdi. Yasribga yetolmay qolarmikinmiz? Qariyb umidni uzib qo'ydim. Men ham shunaqa o'ydaman. Lekin baribir umid qilish kerak. Hali yo'lning o'ndan bir qismi bosib o'tilmagan edi. Holbuki Jundab safar tugab qolgan bo'lsa kerak degan qanoatda edi. 10-daf'a so'radi. Samura: "Labbay otajon, yetmadikmi haliyam?" "Yo'q otajon, hali yetmadik. Hozir qayerdamiz? Tanimga keldik. Demak, hali ham Makkada ekanmiz-da." Jundab yana o'z olamiga cho'mdi. Aka-ukalardan biri shu yerda bir to'xtasak deb maslahat soldi. Hech kim e'tiroz bildirmadi. Tuya cho'ktirildi. Qarasalar Jundabning yuzida jon alomati yo'q. Otajon. Jundab bu xitoblarga javob bermadi. Chunki endi maxfa ichra yotgan Jundabning ruhi allaqachon malaklarning qo'llarida o'zi qattiq orzu qilgan Madina masjidiga borgan. Sarvar olam janoblarining jamollarini ko'rgach, keyinchalik topishish sharti bilan ruhlar olamidan joy egallagan edi. Jundab o'sha yerda dafn etildi.
uning hijrat niyati ila yo'lga chiqqani, ammo bunga erishmay yo'lda vafot etganining xabari Madinaga ham yetib bordi. Ba'zilar, ilgariroq yo'lga chiqib, hijrati yarim yo'lda uzilib qolmaganida, muhojirlar toifasiga qo'shilib mukofotini to'liq olganida judayam yaxshi bo'lardi deyishdi. Lekin bu masalada taroziga qo'yiladigan narsa Jundubning niyati edi. Zohiran hijrat yarim yo'lda qoldi. Yo'lning o'rtasiga ham yetmasdan ajal keldi. Ammo malakut olamida bu yo'lchilik qanday baholangan, qanaqa muomala ko'rgan ekan? Masala Qur'on oyatlari bilan hal qilindi. Alloh taoloning kalomi bu hodisaga oydinlik kiritish uchun nabiylar sarvari sallallohu alayhi vasallamning qalblariga quyildi. Kim Alloh yo'lida hijrat qilsa, yer yuzida ko'p panoh bo'lgudek joylarni va kengchilikni topgay. Kim uyidan Alloh va uning payg'ambari sari muhojir bo'lib chiqib, so'ng shu yo'lda unga o'lim yetsa, muhaqqaqki uning ajr mukofoti Allohning zimmasiga tushur. Alloh mag'firatli, mehribon zotdir. Niso surasi 100-oyat. Bu orada yana Ummu Qaysning muhojiri degan nom ham chiqqan edi. Gap asnosida ba'zan shu ibora ham tilga olinib turardi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ham eshitdilar. Voqea bunday bo'lgan. Makkada Ummu Qays ismli chiroyli bir ayol bor edi. Bir kishi uni sevib qolib, uylanish taklifini qilgan, lekin rad etilgan. U odam xo'p, mayli deb qo'ya qolmagan. Ikkinchi, uchinchi daf'alar ham kelgan. Ummu Qaysning ostonasiga tanda qo'yib olgan. Oxiri u xotin men Allohni va rasulini deb Makkadan ketishga qaror berdim. Agar mutlaqo uylanishni istasa, Yasribga borishi lozimdir degan va o'zi hijrat qilgan. Oshiq bu mujdani olgani zahoti bir qarorga kelib, u ham yo'lga chiqqan. Makka va Madina orasidagi masofani shunday bir savdoning otashini so'ndirish uchun kesib o'tgan. Ummu Qays Allohga va rasuliga qo'shish uchun hijrat qilgani, u odam esa Ummu Qaysga erishish niyatida ortidan yo'lga chiqqani elga ham oshkor bo'lgan va unga Ummu Qaysning muhojiri laqabi berilgan edi. Amallar voqea aytib berilgach, Rasuli akram sallallohu alayhi vasallam bunday marhamat qildilar. Amallar niyatga qarab baholanadi. Insonga ham faqat niyatidagi beriladi. Shunday ekan, kim Allohni va rasulini deb hijrat qilgan bo'lsa, bu hijrati Allohga va rasuliga oid sifatida qayd etiladi. Kimning hijrati qo'lga kiritiladigan dunyo moliga yo nikohiga olinadigan xotinga yo'nalgan bo'lsa, uning hijrati ham o'zi hijrat etgan narsaga oid sifatida qayd etiladi. Ramazon oyi chiqib, Shavvol oyi kirdi. To shomga qadar quyoshning taftidan yongan, qovurilgan Madinaga nihoyat biroz shom salqinligi tusha boshladi. Bani Najjor urug'idan Salim ibn Umayr beixtiyor kuningni ko'rsataman, sen qari xo'rozning deb yubordi va tishlarini bir-birlariga qattiq bosdi. Oldidan yahudiy shoirlardan Abu Ofak o'tib qoldi. Bu yerdan aylanib o'zining mahallasiga, Amr ibn Avfning uyiga tomon ilgarilar edi. Oxirgi paytlari shu yahudiy cholning tili juda uzayib qoldi. Janobi payg'ambarimizga ishonishgani, u kishining amrlariga bo'ysunishayotgani uchun ko'pdan beri madinaliklarni ayblaydigan, ulardan kuladigan qiliq chiqardi. O'zi 120 yoshga kirgan. Endi qaridim, bir chekkada tinch yuray demasdan hali ham kuchaygan. Salimning tishlari g'ichirlashi shundan edi. O'sha kecha Salim xufton namozidan keyin Bani Najjor mahallasidan chiqib, asassiz, sassiz, sadosiz Amr ibn Avf mahallasiga qarab bordi. O'ngda, so'lda kezdi. Uy oldilarida, xilvat joylarda gaplashib o'tirganlarga quloq soldi. Abu Afakning ovozini izladi. Nihoyat u bir go'shaga kelib to'xtadi. Topdi. Bir burchakka o'tib jim kuta boshladi. Oradan ancha muddat o'tdi. Bu orada Salim bir necha marta qilichining qabzasini paypaslab qo'ydi. Go'yo tayyor tur demoqchidek edi. Nihoyat davralaridagilarni esnoq tuta boshladi. Ovozlarda tobora uyqusirash alomatlari zohir bo'ldi. Vaqt allamahal bo'lib qolganini aytib, bittadan, ikkitadan tarqalishdi. Sen ham endi uyingga bor, ey Abu Ofak, deyishdi. Javobini eshitib, Salim titrab ketdi. Men shu yerdagina uxlay qolaman, dedi Abu Ofak. O'zing bilasan. Kechaga yana sokinlik cho'kdi.
u yer bu yerdan kelayotgan it ovozlari ba'zan jimlikni buzib turardi. Salim turgan yerida bir muddat poyladi. Avval qilichini asta qinidan sug'urdi. Keyin berkinib turgan joyidan chiqib, oyoq uchlarida Abu Ofakka yaqinlashdi. Bu keksa shoir o'limi ostonaga kelganidan, so'nggi nafaslarini olib turganidan xabarsiz edi. Qilich to'g'ri kelib uning ko'ksiga urildi. Lekin keyin Salim bor kuchi bilan qilichni buradi. Bo'g'iq va qo'rqinchli bir ovoz chiqdi. Shunonam chirpandiki, Abu Ofakning ko'chalarni tutib ketgan hayqirig'idan uyg'onib ketganlar to yotoqlaridan tashqariga chiqqunlaricha Salim shoshgancha uyiga kirib ketdi. Mahalla ahli Abu Ofakning so'nggi nafaslari ustiga chiqib keldi. Kim chopdi? Kim seni bu ahvolga soldi? Degan savollar javobsiz qoldi. Abu Ofak bo'ldi. Ertalab uning jasadi ko'milarkan marosimga yig'ilganlar orasida ba'zilarining alamdan ko'zlari qonga to'lgan edi. Bilsak edi, haqqini olardik degandek armonlar tillariga ko'chdi. Hazrati Umarning kuyovi Hunays Badrdan yarador bo'lib qaytgan edi. Dori-darmon unga foyda bermadi. Vafot etdi. Hazrati Umar qizi Hafsaning tul qolganiga qanchalik qayg'urgan bo'lsa, Hunaysdek bir insonning o'limiga ham shu qadar xafa bo'ldi, g'am chekdi. Ammo Badr kabi sonli urush bergan jarohat bilan yashash, u jarohat oqibatida o'lish ham shunday bir insonga munosib edi. Hunays dunyodan yosh ketdi, lekin bir inson oxiratga olib bora oladigan ko'p narsalarga erishib ketdi. Toki insoniyat bor ekan, u ham eslanajak va Badr ashobidan edi deyilajakdir. Janob Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Hunaysning janozasida hozir bo'ldilar. Bu zot sharifning va boshqa mo'minlarning duolari oxirat hayotida Hunaysga ishlik qiladigan bo'ldi. Hazrati Umarning qizi Hafsa shu kungacha Hunays bilan birga huzur halovatda kechgan turmushining oz vaqt ichida bunday yakun topishini sira kutmagan edi. Erini so'nggi safarga ko'z yoshlari ila kuzatib qolarkan, o'ksik qalbiga bir yupanch topa olmasdi. Endi u tul xotin. Endi u otasi Umarning yonida yashaydi. Endi Quraysh Ka'bani ta'mirlagan yili tug'ilgani e'tiborga olinsa, o'sha kunlarda Hafsaning yoshlari 21 yoshlarda edi. Zakot amri tushdi oliy dargohdan. Qur'onni to'kis ado eting va zakotni bering. O'zingiz uchun nima yaxshilik qilgan bo'lsangiz, uni Alloh huzurida topajaksiz. Shubhasiz Alloh qilgan amallaringizni ko'rib turguvchidir. Janobi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam boylarga mollarining 40 dan birini zakot sifatida keltirishni buyurdilar. Dala va bog'lardan chiqqan hosilning esa 10 dan biri ushru zakot o'laroq beriladigan bo'ldi. Zakot va sadaqalarning ma'naviy holatini Janobi Rasululloh bunday tushuntirdilar. Agar bir odam top-toza bo'lgan molidan sadaqa bersa, zotan Alloh taolo ham faqat top-tozasini qabul qiladi. U sadaqa bitta xurmo bo'lsa ham Alloh taoloning muhofazasi ostida ko'payib turadi. Hatto bir tog'dan katta bo'lib ham ketadi. Birovingiz otingiz yo tuyangizni bolasini parvarishlaganingiz kabi. Bu mavzuda tushgan oyatlar mo'minlarga yo'l ko'rsatar edi. Alloh yo'lida mollarini infoq, ehson qiladigan kishilarning misoli xuddi bir boshog'ida 100 tadan doni bo'lgan 7 ta boshoqni undirib chiqargan bir dona donga o'xshaydi. Ya'ni qilingan bir yaxshilik 700 barobar bo'lib qaytadi. Alloh istagan kishilariga bir necha barobar ko'p qilib beradi. Alloh fazlu karami keng, bilguvchidir. Mollarini Alloh yo'lida sarflab, so'ngra bergan narsalariga minnat va ozorni ergashtirmaydigan zotlar uchun Parvardigorlari huzurida ulug' ajr bordir. Ular uchun hech qanday xavf va xatar yo'q va ular g'amgin bo'lmaydilar. Yaxshi gap va kechirish ketidan ozor keladigan sadaqadan yaxshiroqdir. Alloh behojat va hakimdir. Ey mo'minlar, bergan sadaqalaringizni minnat va ozor bilan yo'qqa chiqarmang. Baqara surasi 261-67 oyatlar. Bu oyatlar mo'minlarga nima qilish va qanday qilish lozimligini ko'rsatdi. Mo'minlardan boylari zakotlarini chiqarib keltirishdi. Janobi Sarvari Anbiyo bu zakotlarni berguvchilarning nomlaridan joyiga tarqatar edilar. Ashob orasida eri kambag'al ammo otasidan meros tegishi sababli boy bo'lib qolgan xotinlar ham bor edi.
Abdulloh ibn Mas'ud bu holga chiroyli misollardan biri edi. Zaynab xonim eri Abdullohga Rasululloh janobimiz sadaqa beringlar, ziynat ashyolaringizni berib bo'lsa ham bu vazifangizni ado etinglar dedilar. Siz Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning oldilariga boring. Agar sizga bersam sadaqa o'rnida o'tsa sizga beraman, o'tmasa boshqalarga beraman dedi. Men uyalaman, o'zing bor dedi Abdulloh roziyallohu anhu. Zaynab janobi Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning uylariga kelganida u yerda yana bir xotinni uchratdi. U ham ayni shu maqsadda kelgan ekan. Xotinlarning baxtiga bir ish bilan Bilol chiqib qoldi. Ular vaqtni g'animat bilib ahvolni tushuntirishdi. Janob Rasulullohning huzurlariga kirib, erimizga va yonlaridagi yetimlarga bergan narsamiz sadaqa o'rnida o'tmasligini bilib bering. Ammo bizning kimligimizni aytmang deyishdi. Hazratda Bilol ichkariga kirdi va voqeani anglatdi. Kim ular deb so'radilar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Ansorlardan bir xotin bilan Zaynab. Qaysi Zaynab? Abdullohning xotini. Ikkalasiga ham ikkitadan savob bor. Biri yaqiniga yordam qilishining savobi, ikkinchisi sadaqa qilishining savobi deya marhamat qildilar. Zaynab bilan u xotin mamnun holda uylariga ketishdi. Janob Rasululloh faqir oilalar uchun sadaqa zakot mavzuida bir tushuncha berdilar. Alloh yo'lida xarjlangan bir dinor, bir qulni ozod qilish uchun xarjlangan bir dinor, kambag'al odamga berilgan bir dinor. Mana shularni o'ylanglar. Bular ichida eng ko'p savob keltiradigani oila a'zolariga berilganidir. Bu gaplar faqir oilalarga tasalli bo'ldi. Sadaqa bergisi kelgan, ammo birovga bersa o'zi yoki bolalari och qoladigan odamlarga tegishli edi bu so'zlar. Bu ahvoldagi kishilar qani endi imkonim bo'lsa-yu men ham sadaqa bersam desa, uyida bolalariga yedirgani yemak ham haqiqiy sadaqa bilan qiymat qozonadigan bo'ldi. Endi shu bahona ashobning zehniga yana bir narsa joylashdi. Sadaqa tarqatish g'oyasi bilan uyini, o'chog'ini xonavayron qilishga aslo hojat yo'q ekan. Mol dunyo va boylik hirsi odamni zakot bermaslikka bir holga tushirib qo'yishini anglatib, janob Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shunday dedilar. Zakotini o'tamagan sarvat sohibining puli do'zax olovida qizdiriladi. Lahcha o't holiga keltiriladi. U bilan biqinlari va peshonasi kuydiriladi. Bu ish uzunligi 50 ming yil bo'lgan bir kunda qullar orasida Alloh taolo hukmi o'qilguniga qadar davom etadi. Keyin unga jannatga va jahannamga eltadigan yo'l ko'rsatiladi. Tuyalarning zakotini bermagan kishi esa tep-tekis yerga yotqiziladi. Zakoti chiqarilmagan tuyalar uning ustidan tepkilab, ezg'ilab o'tadi. Eng oxirgi tuya o'tgandan keyin oldingilar yana qaytadan o'ta boshlaydi. Bu ish ham uzunligi 50 ming yil bo'lgan bir kunda Alloh taolo qullar orasida hukmini o'qiguniga qadar davom etadi. So'ngra unga jannatga yo jahannamga eltadigan yo'li ko'rsatiladi. Bu mavzudagi yana bir suhbatlari xotiralariga bunday naqshlandi. Qiyomat kuni tuya o'z egasini oldiga eng semirgan paytdagi holida keladi. Vaqtida haqqini bermagani uchun uni tovon bilan bosadi, ezg'ilab o'tadi. Qo'y keladi egasining oldiga. U ham semirgan paytda holida bo'ladi va tuyoqlari bilan bosib, shoxlari bilan suzib o'tadi. Uning haqlaridan biri chanqagan paytida sug'orilmaganidir. Keyin Nabiy akram sallallohu alayhi vasallam so'zlarini bunday davom ettirdilar. Ishqilib birortangizni qiyomat kuni ma'ragan qo'yini yelkasiga orqalagan holda ko'rmayin. Meni ko'rgan zahotda yordam ber yo Muhammad deydi. Men esam u paytda sizlarga hech bir ish qilib bera olmayman. Vaqtida senga tabliq qilgan edim deyman. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam zakot va sadaqa mavzuidagi ushbu so'zlari ham quloqlarga sirg'a bo'ldi. Faqat ikki kishiga havas qilinadi. Biri Alloh unga mol bergan, uni haq yo'lida xarjlashga g'ayrat qilgan odam. Ikkinchisi Alloh unga foydali ilm bergan va o'sha ilm bilan hukm etadigan va boshqalarga o'rgatadigan odamdir. Zakatga molning eng yomonini ajratish hollari ham sezildi. Bunda ham yaxshilik qilingan, vazifa ado etilgan bo'ladi hamda qo'ldan borligi yo'qligi uncha bilinmaydigan mol chiqqan bo'ladi. Masalan, bog'dagi xurmolardan faqir musulmonlarga xurmo bog'lamlari yuborganlar ham bo'ldi. U bog'lamlar masjidga osilar, kelgan-ketganlarda muhtojlar bitta-ikkitadan olib yeyishar edi.
Bir kuni janobi rasululloh sollallohu alayhi vasallam devorda osilib turgan xurmo bog'lamlarini ko'rib hassalari bilan unga ishorat qilarkanlar, buning egasi xohlasaydi yana yaxshisini yuborgan bo'lardi. Endi o'zi ham qiyomatda mana shunaqa yomon xurmo yeydi dedilar. Bu mavzuda tushgan oyat masalaga yana ham oydinlik kiritdi. Ey mo'minlar, kasb qilib olgan topgan narsalaringizning halol pokizalardan va biz sizlar uchun yerdan chiqargan narsalardan infoq ehson qiling. Ehson qilish uchun ulardan o'zingiz faqat ko'z yumib turib oladigan past nopoklarni tanlamang va bilingizki, albatta Alloh behojat va hamdu sanoga loyiq zotdir. Ko'zi ochiq odam ololmaydigan darajada yomon va qadrsiz mollarni sadaqa tarzida berishlar shu tariqa o'nglangan. Allohning rizoligiga yetishishni orzu qiladigan yaxshi va chiroyli mollardan sadaqa va ehson qilish talab qilinayotgan edi. Boylarga zakot buyurilgach, zakotga va sadaqaga mollarning yomoni va qadrsizini ajratish taqiqlangach, fursatdan foydalanib tilanchilikka ham o'tib olganlar ham bo'ldi. Janobi rasululloh sollallohu alayhi vasallam bunday tubanlikdan qaytarib, bir kishining arqon olib erta tongdan toqqa borishi va o'tin to'plab keltirib sotishi, topganning bir qismini yeb, boshqa qismini sadaqa qilishi unga bunga qo'l ochib tilanishdan yaxshidir deya marhamat qildilar. Bu gaplarni eshitganlar avvalroq nimalardir so'rab kelgan odamga payg'ambar alayhissalom uyidagi narsalardan ba'zisini sottirib, puliga bolta oldirib, o'tin terib sotishga yuborganlarini eslashdi. Ammo janobi rasulullohning o'zlari ham, oila a'zolari yu aqrabolari ham zakot va sadaqa olishlari mumkin emasdi. Ular bunday bir narsa olsalar ham sadaqa o'laroq qabul etilmas va boshqatdan berishlari lozim bo'lar edi. Shuning uchun na ularga biron narsa berilar va na ular olishar edi. Janobi Xotamul Anbiyo sallallohu alayhi vasallam bir kuni yerdan bir xurmo topib oldilar. Buning sadaqa bo'lishi ehtimolidan qo'rqmasaydim, yerdim dedilar. Keyinroq yana bu borada shunday marhamat qildilar. Ba'zan uyda yotog'im xonasida xurmo ko'raman, lekin sadaqa bo'lib qolishi ehtimolidan qo'rqib yeyishdan tiyilaman. Mo'minlar orasida ba'zan hadyani qaytarib, mendan ham muhtojroqqa ber deydiganlar ham bor edi. Umar ibn Xattob roziyallohu anhu ora-sura Rasululloh sollallohu alayhi vasallam biron nima bermoqchi bo'lsalar, shunday javob qilgan edi. Bir marta yana shunday qilmoqchi bo'lganda Sayyidul Anbiyo unga bunday dedilar: "Buni olda ishlat yoki sen ham boshqasiga sadaqa qilib yubor. Ko'z tikmasdan, ilinj qilmasdan mana shundan ehtiyot bo'l." Abu Talha keldi. "Marhabo ey Abu Talha" deb kutib oldilar Sarvari koinot. "Nima gaping bor?" edi. "Ey Allohning rasuli, janobi Mavlo suygan narsalaringizdan infoq ehson qilib bermaguningizcha hargiz yaxshilikka, jannatga yetishmagaysiz." Oli Imron 92-oyat. deb marhamat qilgan. "Mening eng sevgan molim Bayraho degan bog'imdir. Uni men Alloh rizoligi uchun sadaqa sifatida ayirdim. Siz uni eng loyiq bo'lgan yo'lda ishlating. Men uning ajrini va mukofotini Alloh taoloning huzuriga topishimga ishonaman." Abu Talhaning bu so'zlari janobimizni mamnun etdi. Mard odam edi u. Allohga va rasuliga samimiyat ila bog'langan bir inson. Bu galgi harakati ham taqdirla qarshilandi. Juda go'zal, juda xush ish qilding. Foyda keltiradigan mol, ortadigan, barakali bo'ladigan tijorat bu. Nima deganingni eshitdim, ey Abu Talha. Uni yaqinlaring orasida taqsimlashingni uyg'un deb bilaman. Aytganingizdek bo'ladi, ey Rasululloh. Bu tariqa Bayraho bog'i Abu Talhaning amakivachchalari va yaqinlari o'rtasida taqsim etildi. Bayraho bog'iga janob Rasulullohning ham onda sonda kirib, dam olib quduqdan suv ichib turardilar.